Esen Invest'da yangilikni zo'ri Gomselmash firmasining KS 140 samoxodniy kasilkasi yetib keldi. Bedasi bor tanishingizga zudlik bilan yetkazib qo'ying. 2 dona keldi. Narxi videoning oxirida qisqacha obzor qilib beramiz. Oldin bizga KS 100 olib kelingandi, hozir KS 140 VCI motor bilan jihozlangan 140 ot kuchli. Jatkasi 5 metr. Tez kunda xudo xolasa to'liq video obzorini chiqaramiz YouTube kanalimizga. Hozirgina yetib keldi. 2026-yil mart oyida zavodda ishlab chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu kombaynda ishqibozlar juda ham ko'p. Shartnoma qilgan mijozlarimiz bor. Ulgurib qoling. Narxi 1 milliard 480 million so'm. Bundan 2 yil oldin sotilgan oxirgi KS 100 kombaynimiz ham 1,5 milliard edi. Narxi xudo xolasa shikkalab narxda keldi. Barchamizga shunaqa katta kombaynlar olib, bedalar ekish nasib qilsin. Avtomat korobka to'liq salonlar ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha passajir uchun joy ham bor. Zayd kameralari. O'zi bu Gomselmash firmasini kombaynlari juda ham sifatli, bilgan biladi, ishlatib ko'rganlar kommentariyada yozib qoldiring. Hozirgina yetib keldi. Xarakteristikasini ekranda qoldirib ketamiz. Bemalol pauza qilib ko'rib olishingiz mumkin. Bizga murojaat qilish uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Boshlang'ich 25% ni to'lov qilsangiz 3 yildan 5 yilgacha, qoldiq summaga 18,1%. 6 oyda bir to'lov grafikida chiqarib beramiz. Nasib qilsa, bitta sezonda chiqarib olishingiz bo'ladi. 20 gektarlik beda polelarga o'ylanib, ikkilanib borasiz, borgingiz kelmasdan. Bu juda ham ob'yomi katta, o'rishlari tez, 5 metr. Uyib ketadi bemalol. Mana jatkasi o'zi pritsep qilib sudrab yuradi. Dalaga borganingizdan keyin ustonovka qilib ishlataverasiz. 5 metr. Ulgurib qoling. Bular juda tez sotilib ketadigan kombaynlar hisoblanadi. O'zi yiliga kelsa 2 ta, uzoq 3 ta keladi. O'zi 2 yildan beri olib kelmayotgandik. Mijozlarimiz talabiga binoan yana zakaz qilib olib keldik. Barchangizni Esen Invest bosh ofisi va filiallarida kutib qolamiz.